Xo'sh do'stlar, bugun Xudo xolasa sizlarga Bog'ot avtosodaning ikkinchi filialidagi turgan option narxlar bilan bir yandan qisqamen tanishib chiqamiz. Beragasanizda kredit asosida, barter asosida, naqd pul asosida mashinalarimizni xarid qilishamiz. Mashinalar egalardan olib sotiladi, sotib berara qo'yilgan. Gelib üstünde yana gelip so'datsa bo'ladi. Bizlere berilgan narx bo'yicha reklama qilamiz. Videomizga yana to'xtalib uchun bir like basamiz. Kelsanizda har xil turdagi avtomobillarimiz mavjud. Kredit, barter, naqd pul asosida mashinalarimizni xarid qilaverasiz. Sizlardan shuni sotadigan mashinalar bo'lsa, bemalol olib kelaverasiz. Zo'r qilib reklama qilib savdo qilib beramiz. Esa boshladik. Cobalt avtomobilimiz 2024-yil 10 ming probeg yurgan, metan gazlari bor. Bog'ot avtosodada 153 million so'm turibdi. 13 million bilan kredit beramiz. 4.700 ming so'mdan kredit beramiz do'stlar. 5 yillik kredit oylik to'lov chiqib turibdi. ABS motofonlari bor, metan gazda pakalana qo'yilgan, nominal olingan Chisi 24 style avtomat. Navbatdagi avtomobilimiz Gentra 2022-yil. Yumshoq balon, metan gazlari bor, probeg 28 ming yurib turibdi. Chotki saslanadi. Avtomobilimiz rodnoy, metan gazlari ham bor. Narxini aytadigan bo'lsak, 142 million so'm. 6 million bilan kredit chiqadi. 4 million 500 ming so'm olib 5 yil mexanika style xarid qilishlaringiz mumkin avtosodada sotuvda. Malibu ishqibozlarida Malibu 2012-yil 166 ming probeg, kraska bir eshikda va metanol. Puli 125 million so'm. 25 million bilan kredit beramiz. 5 million 600 ming so'mdan chiqadi oylik to'lov 3 yil. Yumshoq balon, lyuka mo'jiba, mexanika ikkinchi pozitsiya. Oq svet. Choka svet Malibu. Bu ham ikkinchi pozitsiya mexanika, yumshoq balon, nomer, pakalena gaz, chixol, polik, majiga pul tam qo'yilgan 130 million so'm naqd pul beriladi. 128 ming yurib turibdi, metan hamma o'sha tayyor. Narxi 130 million so'm, krediti 25 million bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 6 million so'mda 3 yilda chiqib turibdi. Xarid qilaverasiz yurtdoshlar. Choka svet Malibu sotuvda. Narxlar kelishidan do'stlar. Metalik svet Malibu'miz. Bu Malibu 1, ikkinchi pozitsiya 2012-yil 158 ming yurgan, kraskasi toza, metani bor. Puli 140 million so'm. 50 million bilan kredit beramiz. 5 million 300 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lov. 3 yil ikkinchi pozitsiya mexanika lyukli variant. Bu yerda yana Malibu 2012-yil ekan. 118 ming yurgan, kraska toza, metani bor. Mashinamizda lyuk diski ham mavjud. Bu ikkinchi pozitsiya mexanika grafika bor. Yumshoq balonlar qo'yilgan. 140 million so'm naqd pul. 46 million bilan kredit beramiz. Oylik to'lov 5 million 600 ming so'mdan 3 yil chiqib turibdi. Xarid qilishingiz mumkin avtosodada sotuvda. Captiva 2013-yil 140 ming yurgan, kraska toza, metani bor. Puli 150 million so'm. 45 million bilan kredit beramiz. 5 yil chiqadi, 3 yil chiqadi. 6 million 200 ming so'mdan avtomat 3lik motor. Malibular hammasi 2-4 motor. Bu 3lik motor avtomat. Lyukan mavjud Captiva'mizda. 4 tane balon ham bor. Metan gazlar ustiga qilingan. 150 million so'mga yarashtirib beriladi. Aytdik 45 million bilan kredit beramiz. 3 yil 6 million 200 ming so'mdan chiqib turibdi. Avtomat. Bu yanda avtomat. Bu 2011-yil. Bu ham 3lik motor, lyukan mavjud. 4 tane balon yangi, metani bor. 180 ming yurgan. Narxini aytadigan bo'lsak, 135 million so'm. 35 million bilan kredit beramiz. 5 million 900 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lov. Bu ham 3 yil chiqadi. Captiva 2013-yil avtomobilimiz sotuvda 130 ming probeg yurgan, kraskasi toza, metallari bor, esiyatli qilingan. Chixol polik ham mavjud tayyor. Narxini aytadigan bo'lsak, 140 million so'm. 15 million bilan kredit beramiz. 7 million so'mdan chiqib turibdi oylik to'lov 3 yil. Xarid qilaverasiz yurtdoshlar, sotuvimizda Captiva. Chitaur mexanika 2023-yil avtomobilimiz qaranglar 56 ming yurgan, kraska toza, propan gazda. Narxi 212 million so'm. 100 million bilan kredit beramiz. 3 million 800 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lov 3 yil. Mexanika Chitaur, pakalena propan ham ustuna qilingan. Xarid qilaman desangizda Bog'ot avtosodada sotuvda. Chitaur avtomobilimiz X70 2023-yil 20 ming probeg, kraska toza, propan gazda. Narxini aytadigan bo'lsak 265 million so'm minib ketaverasiz yurtdoshlar. 265 million so'm Chitaur X70 sotuvimizda xarid qilaman desangiz avtosodadan. Qaranglar, 130 million bilan kredit beramiz. Oylik to'lov 5 million so'mdan chiqadi 5 yil. Cobalt short spravka 2024-yil style avtomat. Narxi 153 million so'm turibdi. 11 million bilan kredit beramiz. 5 yil 4 million 700 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lov. Xarid qilaman desangiz yurtdoshlar sotuvimizda. Cobalt 2019-yil 90 ming probeg yurgan, kraskasi krel bilan kapotida bor, metani bor. 110 million so'm. 10 million bilan kredit beramiz. 3 million 700 ming so'mdan chiqadi oylik to'lov. 4 yil mexanika hamma o'sha tayyor avtomobil tayyor. Bu yerda arzon
Cobalt Kadir bin yurttaşlarımıza 2023 yıl mexanike 56 bin euro, kraskes 5-10% metan gazları var. Cobalt'ımız Bağat avtosalonunda satıldı. Narxı 130 milyon so'm, 128 milyon so'm. 2 milyon bilan kredit beramiz. 4 milyon 300 ming so'mdan chiqib turibdi elektrovi. 5 yil mexanike. Cobalt 128 milyon so'm normal insan yurttaşlar qiziqsanizlar. Naqd pul bo'lsa 127 milliondan beriladi. 2023 yil Cobalt. Kapot yüzünde kraske bor ekan. Cobalt 2014 yıl 179 milyon kraskesi kapot almışken metana var. Narxı 92 milyon so'm. 30 milyon bilan kredit beramiz. 3 yil 3 milyon 600 ming so'mdan chiqadi. Cobalt Karasvet mexanike. Avtomat diske qo'yilgan yumshoq bo'lgan chikol polik majigar pultlar ham bor. Karasvet ideal holatdagi avtomobilimiz. 176 ming yurgan 2013 yil kraskasini 5-10% bu metana bor. Puli 87 milyon so'm. 30 milyon bilan kredit beramiz 3 yil. 3 milyon 300 ming so'mdan chiqib turibdi. Xarid qilaman desangiz yurtdoshlar sotuvimizda Cobalt. 2023 yil Cobalt. Shot sprepga 0 probeg salondan yetib turgan avtomobil bu. 23 lekin shoti. Narxi 146 milyon so'm. 11 milyon bilan kredit beramiz. 4 milyon 500 ming so'mdan chiqib turibdi elektron. Xarid qilib ketaverasiz yurtdoshlar sotuvimizda Cobalt 5 yil chiqadi. Nexia 3'ümüz 2000 Nexia 3'ümüz o'zi hozir keldi. Ma'lumotlarni yozib turibdi. Adden namzorat beramiz. Bu tarafimizda Cobalt 2021 20 ming yurgan kraskasi. Gentra mexanika Stalvanat ABS Maytafon nomer alingan 20 ming yurgan 2021 yil Radno'yu benzinde 131 milyon so'm naqd pul. Qaranglar, endi buni kredit bersak 9,5 milyon pul bersangizda общий notariuskaya xarajatlarini ichida qilib beramiz. 4 milyon 300 ming so'mdan elektron chiqib turibdi. 5 yil mexanika bu. Tracker Yıldız 2023 yil short sprepga salondan turgan avtomobilimiz 195 milyon so'm. Yana kelishamiz yurtdoshlar ustiga kelsangizda 21 milyon bilan kredit beramiz. 5 milyon 900 ming so'mdan elektron chiqib turibdi. 5 yil Yıldız varianti salondan turgan 0 probeg. Mexanika Gentra 2015 yil 160 ming yurgan kraska toza metana bor. Pulni yolg'on bo'lsa 100 milyon so'm. Majigar pul shulka pakalena gaz ustunoqtirilgan. 100 milyon so'm. Mexanika mokriy asfalt. Bordovoy svet, chiroyli svet. Cobalt'imiz sotuvda 2021 yil 66 ming yurgan kraska toza metana bor. 135 milyon so'm. 20 milyon bilan kredit chiqadi. 3 milyon 700 ming so'mdan elektron chiqib turibdi. 5 yil mexanika avtomobil sotuvda. Bu tarafimizda Cobalt 2014 yil 136 ming yurgan kraska toza metana bor. Puli 103 milyon so'm. 41 milyon bilan kredit beramiz. 3 milyon 600 ming so'mdan elektron. 3 yil mexanika 3-pozitsiya chikol polik yumshoq bo'lgan video registratorlari bor. Xarid qilaverasiz do'stlar sotuvda. Shot sprepga Cobalt'imiz sotildi bu. 2025 yil 154 milyon so'mga sotildi. 2025 avtomat naqd pul. Hozir olib ketadilar nomerini olib, xudo xolasa bugun. Bu yerda 2014 yil gibrid polik 121 ming yurgan kraska toza metana bor. Nexia 2 avtomobilimiz 60 milyon so'mga turibdi. 5 milyon 300 ming so'm pul bersangizlar hamma xarajatlarni qilib, orlangizni notarius gaylarni ham qilib, bu degani general davlat bilan ishlab kredit chiqarib beramiz. 5 milyon 300 kelasizlar, bo'ldi, boshqa rasxod qilmaysizlar. 2 milyon 900 ming so'm elektron chiqib turibdi. 3 yil gibrid polik avtomobil, chixor polik, balon, metan hamma o'zi tayyor. Tan narxi 60 milyon so'm. Üstüne geliştiriladi. Nexia 3'ümüz 2018 yil mexanika 95 ming probeg yurgan kraska toza metana bor. Puli 95 milyon so'm. 13 milyon bilan kredit beramiz 3 yil. 3 milyon 700 ming so'mdan chiqib turibdi elektron. Xarid qilaman desangiz yurtdoshlar sotuvimizda Nexia 3 mexanika. 2019 yil Nexia 3 72 ming yurgan majigar pulti bor, yumshoq baloni bor. Chotki holatdagi avtomobilimiz, metallar ham bor. Bahosi 103 milyon so'm. 15 milyon bilan kredit beramiz. 3 milyon 300 ming so'mdan chiqadi elektron. 4 yil xarid qilsangiz yurtdoshlar sotuvda. Beda Lacetti 2011 yil 170 ming yurgan kraskasi 1 krelda bor, metana bor. 78 milyon so'm turibdi. 29 milyon bilan kredit beramiz. 2 milyon 900 ming so'mdan chiqadi elektron. 3 yil xarid qilaverasiz yurtdoshlar. Beda Gentra 2023 yil 32 ming probeg yurgan kraska toza metana bor. 151 milyon so'm. 10 milyon bilan kredit chiqadi. 5 yil 4 milyon 700 ming so'm elektron. Mexanika style. Elegant disklar bo'lib kelgan. Chotki holatda nomerlar olingan. Tayyor mashinani sotuvda metallar ham bor. 151 millionga normal sena. Bu yerda 2023 yil ishlab chiqarilgan Gentra 3000 probeg yurgan kraska toza. Benzinda lekin 146 milyon so'm. 8,5 milyon bilan kredit beramiz. Elektron 5 milyon 700 ming so'mdan chiqadi. 5 yil. 8 milyon 500 ming so'm pul bersangizlar boshlang'ich to'lovini qilib beramiz. Yumshoq bo'lon chigol poliklari bor. 146 milyon so'm 2023 yil style Gentra'miz sotuvda. Yomon emas. 5 yil 5 milyon
5 milyon 200 bin so'mdan chiqib turibdi. 4 milyon 700 bo'lishi kerak. 4 milyon 700 bin so'mdan olib turib xarid qilaversa. Dalmurat aka, shuni oylik xato lekin 5 milyon 700 deb turibdi. 4 milyon 700 bo'lishi kerak. O'zgartirib beradi. Captiva'miz sotuvda 2013-yil 105 ming probeg yurgan, kraskasi 1 krelda bor, benzinda 2013-yil S7 qilingan, Chokasvet. Yumshoq bo'lonlari bor. Narxini aytadigan bo'lsak 155 million so'm. Ustida kelishamiz. 52 million bilan kredit beramiz. 6 million 200 ming so'mdan chiqadi olib turib. 3 yil. Avtomat 3lik motor bo'ladi. Chotki sostaniyada. Diniq. Qiziqsangiz xarid qilaverasizlar. Damas 2024-yil kuzov 25 shot salondan yap turgan 0 probegi 94 million so'm berib ketdilar. 14 million bilan kredit beramiz. 2 million 800 ming so'mdan chiqadi olib turib 5 yil. Beda Damas 2024-yil 9000 probeg, kraskasi toza, metallari bor, avtomobilimiz sotuvda. Narxi 98 million so'm. Naqd pul. Berilas bo'ladi. Yana kelishamiz ustiga kelsangizlar. 14 million bilan kredit beramiz. 3 million 800 ming so'mdan chiqib turibdi olib turib 5 yil. Bam 5 yil chiqadi. Beda shot sprepga Damazimizda 2023-yil 0 probeg salondan chiqqandan shumka qilingan, metan gaz qo'yilgan. Aksiya narxi 89 million so'm turibdi. 7 million bilan kredit beramiz. Oylik to'lovi 2 million 700 ming so'm. 5 yil chiqadi. Damas shot sprepga 2024-yil salondan yap turgan avtomobilimiz 0 probeg 92 million so'm sotib berar ekan ko'tdilar. Xarid qilaverasizlar. Beda 2020-yil Hyundai avtomobilimiz bor. Şu maşinimiz lekin chotki zo'r narxda turibdi. 35 ming dollar, 43 ming probeg, rodnoy, zavodskoy propan gazda. Narxi 35 ming dollar. Kelishilgan do'stlar. Beda Nexia 2'miz bor. 2015-yil 80 ming probeg yurgan, kraskasi 2 eshikda bor, metallari bor. Puli 75 million so'm. Yana kelishamiz. 23 million bilan kredit beramiz. 3 yil 3 million so'mdan chiqib turibdi. Gibrid motor, lyuks konditsioner, chexol, polik, balon hamma o'zida tayyor chotki holatdagi avtomobilimiz. Yan tarafimizda yana bir Gentra 131 million so'mga sotildi 2022-yil 56 mingga yurgan shu Gentra bo'lsa hozir. Signalizatsiya ishga ketdi. Havo shu Gentraga 131 million so'mga naqd pul Xivoga berdik. Yo'q, avtokredit asosida 1 so'msiz chiqdi bu. Pulsiz qo'yilgan aksiyada turgan mashinamiz 131 million 2022-yil 56 ming yurgan metan setanlar tayyor Style mexanika Gentra sotildi. Beda 2013-yil ishlab chiqarilgan Sonus Pollux gibrid motor 122 million, kraskasi 1 kelda va metani bor. Nexia 2'miz 60 million so'm, 14 million bilan kredit chiqadi 3 yil 2 million 600 ming so'mdan xarid qilaman desangiz yurtdoshlar Bog'ot avtosodadan 2-filialda sotuvda. Endi qarang do'stlar, Bog'ot avtosodada mashin ko'p, har xil turdagi avtomobillar mavjud. Kredit, barter, naqd pul asosida kelib xarid qilaverasizlar. Sizlar ham shuni sotadigan mashinalar bo'lsa, tavsiya qilib qolaman, olib kelishlaringizni zo'r qilib reklama qilib savdo qilib beramiz. Kutamiz, kelishdan so'raymiz. Rahmat. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmaysiz. Zo'r.